Bir necha kun oldin qabulimga bitta bemor, ya'ni 6 yasharlik bolani ota-onasi olib kelishdi. Asosiy muammolari shundan iborat edi. Har doim nafas olishda muammo borligi, har doim og'zini ochib uxlashi, eng asosiysi juda ham tezda og'rishi bilan kelgan. Afsuski, juda ham ko'p joylarga borib lecheniya olgan va asosiy lecheniyani allergologda olishgan. Allergologlar uni allergiya deb juda ham ko'p davolashgan. Sebab hozirgi kunda hammamiz bilamiz, havomiz yaxshi emas, shu hisobiga allergologlar aynan muammo shunda deb lecheniya qilishgan. Afsus, bemorimizda asosiy muammo adenoidda bo'lgan. Ko'p holatlarda ota-onalar bolasini nafas olishini qo'rqishadi ko'rib, og'zini ochib nafas oladi, tezda og'riydi, tezda shamollaydi va bunga ba'zi bir holatlarda ham bee'tibor bo'lib qoladi. Va bunaqa holatlarda yosh bolalarda eng qo'rqadigan narsalarimizdan bittasi og'iz bo'shlig'iga asorat berishi. Ko'p holatlarda og'iz jag'ini sistemasini o'zgarib ketishi va jog' sistema o'zgargan hisobiga bolada prikus noto'g'ri rivojlanadi va bu potensial ertaga ortodontga borish kerak bo'lib qoladi. Xullas, shu bolani tekshiruv qilganimizda adenoid chiqdi. Adenoidning 3-darajasi bo'lib chiqdi va ota-onalar ko'p holatlarda adenoid bo'ladigan bo'lsa, olib tashlaymizmikin degan fikrga kelishadi. Va bu adenoidlar ko'p holatlarda mana hozir aytib o'tganimdek xuddi shunaqa asoratlarga olib kelishi mumkin. Birinchisi og'iz bo'shlig'ini o'zgarishi, jag' sistemasi, ikkinchisi quloqga asorat berishlari, uchinchisi eng asosiysi bolani emotsional, fizik va umstvenniy, ya'ni aql rivojlanishini ham ta'sir qilib qoladi. O'zi adenoid hamma yosh bolalarda bormi desangiz, albatta bularda bo'ladi va ko'p holatlarda bu adenoidlar kattaygan hisobiga burunni yo'lini to'sib qo'yadi va shu hisobiga bola nafas ola olmaydi. Va shunaqa holatlarda asorat berganda qulog'iga ko'p holatlarda eshitish pastligi, ya'ni zaifligi holatlariga olib kelib qolgan случайлар bo'lgan. Bemorimiz keladi, adenoidni davolaydi. Afsuski, bu holatda qulog'iga asorat berib bo'lgan bo'ladi va bola уже quloqsiz, ya'ni eshitishsiz qolib ketib qolishi holatlar ham yuzaga keladi. Bundan tashqari eng ko'p tajribamizda ko'radigan asoratlarimiz bitta kichkina muammoga e'tiborsizlik ertaga bu dushida juda ham katta muammolarga olib keladi. Hammamizga ma'lum, stomatologik protseduralar hozir juda ham qimmat. Bitta 1-2 o'zini qo'yishi bu 10 milliondan tepasidan boshlanadi va u pullar u yerda tursa, eng asosiysi bolaga diskomfort olib keladi. Har xil kapalar kiyadi, har xil natijnoy proses deyiladi, ya'ni tishini fiksatsiya qilish uchun har xil fiksatorlar qo'yiladi va bu esa bolaga juda ham katta diskomfort olib keladi. Va shuning uchun ota-onalarga qiladigan tavsiyamiz shundan iboratki, bolani mana shunday holatlarga olib kelishingiz kerak emas. Adenoid bor bolalarda qanaqa simptomlar yuzaga kelishi mumkin? Har doim ham nafas olishda muammo bo'lishi shart emas. Nafas yaxshi olishi mumkin, ammo ko'p holatlarda ota-ona keladi, bizga aytadiki, nafas olish yaxshi. Yaxshilab e'tibor qiladigan bo'lsangiz, burni bilan yaxshi nafas ola olmaydi bola. Har doim og'zini ochib nafas olishga harakat qiladi. Sababi burundagi obstruksiya, ya'ni to'laqonli yopib qo'yishi shunaqa holatga olib keladiki, og'zi bilan nafas olishga vunujni bo'lib qoladi. Bundan tashqari qulog'iga asorat berib qolishi mumkin. Bolani asosiy shikoyatlari eshitish pastligi ham bo'lishi mumkin va shunaqa holatlarda albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Yana qanaqa simptomlar yosh bolalarda bo'ladi? Nafas olishi qiyinligi, og'zi bilan nafas olishi, kechki payt uxlayotganda xurrak ochishi va ba'zi bir holatlarda ham aynan kechki payt enurez deyiladi, ya'ni kechki payt siyib qo'yishlik holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Afsuski, bunaqa bolalarda lorlar emas, urologlar, nevrologlar, yana boshqa specialistlar lecheniya qilib yuradi, lekin hech kim burunni ham tekshirib qo'y. Aynan bolada nafas olishini muammoligi hisobiga enurezlar hosil bo'lishi mumkinligini aytmaydi. Bundan tashqari, ko'p yosh bolalarda kislorod miyasiga yaxshi yetib bormagan hisobiga umstvenniy, ya'ni aqllik faoliyati ham tushib boradi. Bunaqa bolalar ko'proq ozgina zatormojenniy, gapirsangiz sekinroq reaksiya qilishni boshlaydi va olishi, o'qishi ozgina susayib qoladi va bu holatlar aynan adenoidga xos bo'lgan belgilar bo'ladi. Ko'p ota-onalar qo'rqishadi, adenoidni olganimizdan keyin qanaqa qilib tekshiradi, uni qanaqadir ukol qiladimi yoki aytaylik, rentgen qilinadimi? Afsuski,
hozirgi kunda bu holatlar juda ham ko'p bizni istoriyamizda bo'lgan. Yosh bolalarda palsevoy исследование deyiladi, ya'ni barmoqni olib og'zini ichiga kirgizib tekshirib, u eski sovet davrida qolib ketgan. Hozirgi kunda juda ham zo'r endoskopik yaxshi uskunalar chiqib ketgan. Birinchi navbatda bu juda ham og'riqsiz bo'ladi. O'zi maxsus kamerasi bo'ladi. Kamera orqali burunda akkuratni kirib ko'riladi. Biz maksimal darajada yosh bolalar bilan kontaktga kirishga harakat qilamiz. Yosh bolalarni tekshiramiz, ko'ramiz, ular bilan gaplashamiz. Imkon darajasida ularni nima deydi, poli nimasiga kirishga harakat qilamiz. Aldaymiz, konfetlar beramiz, kerak bo'lsa ular bilan muloqot qilganimizdan keyin, ularning doveriyasiga kirganimizdan keyin qo'shimcha qanaqadir tekshiruvlarni sekin akkuratni qilishimiz mumkin. Ba'zi bir holatlarda ozgina doktorlar qo'pol bo'lib qolishadi va shu hisobda bola qo'rqib qoladi. Bizning asosiy prinsipimiz shundan iboratki, maksimal darajada bolaga komfortli holatlarda tekshiruvlar qilish. Va bundan tashqari, agarda mabodo aytaylikki, endoskop yordamida, ya'ni kamera orqali ko'ra olmasak, qanaqadir boshqa metodlar bormi? Albatta. 3D kompyuter tomografiya degan tekshiruvlar bor. Bu tekshiruvlar orqali bemalol 100% diagnoz qo'yishimiz mumkin. Adenoidni nechinchi darajada? Bu rostdan ham adenoidmi yoki boshqa narsami? Va bu adenoid bo'ladigan bo'lsa, bu adenoidni lecheniya qilish kerakmi yoki bu adenoidni olib tashlash kerakmi degan savollarga bemalol javob berishimiz mumkin. Profmed servis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmed servis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Adenoidni aniqlaganimizdan keyin, agarda bolangizda aytaylikki adenoid vegetatsiyasi chiqqandan keyin qo'rqmang, xotirjam bo'ling. Bu qo'rqinchli diagnoz emas. Bu diagnoz bilan bolangiz 100 yil ham yashasa bo'ladi, xudo xohlasa, ammo качество жизни deyiladi, o'zgarishi mumkin. Va adenoid vegetatsiyasi bolangizda bor degani, u degani har doim ham olib tashlash kerak degani emas. Bizni yonimizga juda ham ko'p bemorlar kelishadi. Bularni har doim nechinchi darajasida bo'lishidan qat'iy nazar biz har doim konservativ lecheniya, ya'ni davo qilib ko'ramiz. Bu davoni bir necha marta kerak bo'lsa olinadi. Agarda bu davolar hech qanaqa effekt bermaydigan bo'lsa, balkim shundan keyin hamma klinik belgilarni inobatga olgan holatda, taroziga qo'ygan holatda keyinchalik adenoidni agarda olib tashlash kerak bo'lsa, tavsiya qilishimiz mumkin. Va ko'p holatlarda to'g'ri lecheniya qilinadigan bo'lsa, allergiyani oldini oladigan bo'lsa va biz aytgan muolajalarni vaqtida, etap bilan qiladigan bo'lsa, ko'p holatlarni adenoidlar 100% davolab ketgan holatlar bo'ladi. Tasavvur qiling, juda ham ko'p bemorlar aytishadi, bolamga ukol yozmaysizmi? Afsuski, ukollar lor praktikada juda ham kamdan kam yoziladi. Yana ham bu yaxshi, nabarat bosh bolamiz qiynalmasligi uchun. Oddiygina bitta sprey beramiz, bitta tabletka beramiz va shuni qanaqadir muddatda test qilib ko'ramiz. Agarda shu muddatning ichida klinik belgilari namoyon bo'lishi kamayadigan bo'lsa, shu sprey bilan bemalol bolangizni adenoidni davolasak bo'ladi. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladiki, lecheniyani bir necha marotaba takrorlanishiga qaramasdan bolangizda simptomlar saqlanadi. Quloqiga asorat berishni boshlaydi, og'iz bo'shlig'ini chelestning skelet deyiladi, o'zgarishni boshlaydi va bunaqa holatlarda afsuski operatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Operatsiya bo'ladigan bo'lsa ham bu juda ham qo'rqinchli protsedura emas. Oldin sovet davrida adenoidlarni juda ham vahshiy yo'llarni olishardi, ya'ni o'tirib olgan holatda og'zini ochib turib, bitta narsani yulib oladi. Ko'p menimcha ota-onalar shu postsovet davrida davolangan lor praktikaga borganlar точно aytib bersa kerak. Juda ham ko'p shunaqa protseduralar bo'ladi va bularda afsuski psixoemotsional travmalar hosil bo'lib qoladi. Hozirgi kunda esa bularni umuman biz yo'qotganmiz. O'zimiz praktikamizda maksimal darajada yosh bolalarga komfort bo'ladigan usullarni o'zimizni diagnostik va operativ metodlarimizga tiqamiz. Birinchisi bu gazoviy narkoz. Bu juda ham
hozirgi kunda eng такой dolzarb muammolardan bittasi narkoz qanaqa bo'ladi. Bu narkoz gaz orqali beriladi, nafas oladi, bola shu bilan uxlab qoladi. Qo'yibsizki 10-15 minutlik proseduradan keyin bola uyg'onadi va shu kunda o'zida uyga ruxsat beramiz. Operatsiyamiz 100% endoskopik, ya'ni maxsus o'zini kameralar orqali, o'zini spetsialniy instrumentlari bor, shaver, mikrodebrider, kablator, lazer, shunga o'xshagan instrumentlar yordamida adenoid olinadi. Shu kunning o'zida bolaga uyga ruxsat beriladi va reabilitatsion periodi juda ham tez va ota-ona sifatida bemalol ayta olamanki, o'zimizning farzandlar, jiyanlarni ham ana shu usullar bilan olgan kunlarimiz bo'lgan. Shuning uchun qo'rqmasdan bu metodga daveriya qilsa bo'ladigan metodlardan bittasi. Kichkinagina bir suhbatimizdan xulosa qilamizki, agarda sizni farzandingizda adenoid vegetatsiyasi bo'ladigan bo'lsa yoki shunga shubha bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r mutaxassislar, xudo xohlasa, juda ham chiroyli qilib qarab berishadi. Ikkinchisi, adenoidi bor bemorlarda, aynan operatsiya taklif qilingan bemorlarda qo'rqmasdan bemalol klinikamizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Doktorlarimiz, shifokorlarimiz har bitta elementni chiroyli qilib tushuntirib va maksimal darajada xavfsiz yo'llarni tanlagan holatda adenoidlarni bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar bilan birga bemalol olib berishadi va bolangiz bir kundalik reabilitatsiya bo'lib, normal, yaxshi hayotga qaytishadi. Juda ham ko'p ota-onalar bizga odzivlar qoldirishadi. Ertaroq bilganimda, qo'rqmaganimda shu narsani ertaroq qildirardim. Bolam juda ham yaxshi hayotga qaytdi, maza qilib uxlayapti. Kech payt uxlaganda даже ovozni ham eshitmay qo'ydim. Qo'rqib ketaman даже. Bolam yaxshimikin deb xabar ham olib qo'yaman. Va shunaqa natijalarni xudo xohlasa biz sizlarga qilib berishga harakat qilamiz. Agarda sizda yaqinlaringizda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni yaqinlarga tarqating va bizni klinikamizga, ya'ni Profmed Service klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam beramiz. Agarda videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, obuna bo'lishni va like qo'yishni esingizdan chiqmasin va bu videolar ko'p odamga tarqatilsa, manfaatli, yaxshi bo'ladi degan umiddaman.